Salom do'stlar, yana sizlar bilan sizlarga Asadbek. Bugungi videoroligimizda birinchi bo'lib o'tgan safarga qo'ygan videolarimda nima desam bo'ladi? Chala qolib ketgan joylari bor edi. O'shalarni sizlarga o'rgatib o'taman. Do'stlar, kanalimizga yangi qo'shilganlar bo'lsa, podpiska tugmasi bilan like tugmalarini bosib tashlanglar. Bundan ham qiziqroq videolar chiqadi. Qani do'stlar, unaqada biz boshladik. Kim ko'rgan bo'lsa, biz mana bu uyni qurgandik hovuzlari bilan. Ko'rmaganlar bo'lsa kirib ko'rolsa kanalimizda turibdi. Birinchi bo'lib do'stlar, biz mana rasmlar ham qo'ydik. Mana hamma joyini tanishtirib o'taman ko'rmaganlarga. Bugun biz birinchi o'rinda sandiqlarga qaraymiz. Sandiqlarga idish qo'yib chiqamiz. Kerak qoladi deb. Do'stlar, yana bir narsa, eshik avtomatik ochilib yopilishi uchun tayoqchadan foydalanish shart emas. Sizni mana bu yerda ko'rsatib turibman. Mana oldim. Ko'rganlar bo'lsa, asl eshik tepasiga qo'yasizlar. Ekrasiga qarab turinglar. Endi buni tashqariga qo'yamiz, qarang. Tashqariga chiqaramiz, yopilib qoladi. Yana bir qiziq video, qiziq narsa dekanim. Avtomatik o'zi ochilib yopiladi. Do'stlar, mana hozir ketishibdi, biz kirib uxlab olmasak bo'lmaydi. Hovuzimizda mana bular yuribdi. Yurt egalariga do'stlar. Ana bu yer. Bilmiyoruz. Endi biz bu yerga nima qo'yamiz? Biz bu yerga o'sha taxtani yana davom ettiramiz. Yo'q do'stlar, biz taxtani emas, biz duollikdan qo'yamiz. Bunisi emas. Nimaga bu narsani qilyapsiz degan gaplar shunchaki qiziqroq chiqish uchun videomiz ana shu bilan bo'ladi. Do'stlar, hamma tarafiga tortamiz. Mana do'stlar, ko'p tuyalaridek tortib oldik. Endi biz tushamiz pastga. Biz birinchi o'rinda nima qilamiz? Endi bu yerga yo'q, to'g'ri ekan. Hozir bu yerga biz eshik qo'yamiz. Qarab turasizlar buni ham.
Ko'pirgansiz do'stlar. Endi biz bu yerda orda chiroqni olib qo'yib chiqsak chiroyliroq bo'ladi. Menga shu yoqdi. Ko'pchilik aziz do'stlar. Endi biz bu yerga yo'llarni kuzatib oldik. Ko'pchilik aziz mana bu yerga qo'yolmadikki, boshqaligidan qo'yamiz bunda. Hozir ko'rsatib o'taman. Tayoqchaga qo'yilmayapti. Qayda qilib qo'ysak, yopilmaydi. Shunchaki qo'yib bo'ladi. Yana sizlarga bir gap. Hozirlarda buzib ko'rsataman. Mana bu o'zini ochib bo'lmaydi. Ko'rdinglarmi? Qulfli. Endi bu qulf kalitni biz bunda ham foydalansak bo'ladi, lekin ham bunda kichik nuqtadan ham kira olish kerak. Bu yerda o'zi ushlamaydi. Qulf kalitli ko'rdinglar-a? Men shunday qilib qo'yaman. Chiqmoqlik. Ana, boshqa birovlar kira olmaydi. Nima desam bo'ladi, masalan, bu yerdagi mimilar boshqalar kira olmaydi. Ha, ko'rdilaringiz do'stlar. Mana uyimiz ham bitdi. Sizlar bilan endi shu yerda xayrlashaman. Keyingi qismlarda qismimizda mana shu videoga 5 dona like yetadi. Sizlardan shu taraf qolaman, shunchaki gapimga. Do'stlar, o'zlaringiz baho beringlar, like bosib, esdan chiqmasin.